Hammaga salom bolalar, sizlar bilan Aura Klaus. Bugungi videomizda Minecraft uchun eng zo'r qurol modini ko'rsataman. Qanunda videoga ketdi. Videoni oxirida aytgancha modni qanaqa yuklab olishni o'rgataman. Qanunda videoga ketdi. Mana biz hozir videoga o'tamiz. Bunda ko'rishingiz mumkin qurollarning ko'pligini. Masalan, qaysidan boshlaymiz? Buni olamiz. Pistola bor. Pistolni olamiz. Buni olamiz. Keyin mana yumpi. Mana yana qaysar nasib bo'ladi. Revolver. Buni olamiz. Keyin bu yerda qilichlarda bunaqa qilichlar bor. Kiyimlarga o'tsanglar bunaqa bor. Qanunda biza birinchi arushamiz. Keyin snayper bo'larkan. Mana biza buni jitilda ko'rishingiz mumkin. Ko'rasiz ovozini xuddi haqiqiy Anita qishlog'idagi. Ko'rishingiz mumkin uyjanida. O'qini ikkinchi qo'lingizga olib o'qlaysizlar bo'lsam o'qlamaydi. Mana qo'y bor ekan. Mana ko'rasizlar o'zi hakim. Ko'rishingiz mumkin. Endi yumpida o'tamiz. Ko'rishingiz mumkin. Hamma arujalarni ko'rsataman, lekin qo'limdan kelgancha ko'rsataman. SSR davridagi arujasi ko'rishingiz mumkin. Revolver. O'ynalansin lekin bloklarga o'tmaydi. Mana 416 bo'lganda zo'r bo'lardi. Mana golemni sinemiz nechta o'qdi. Golem o'tmabdi-yu. Qani bu g'alati yumpida otib ko'ramiz. Mana ko'rasizlar. Tez o'ldiradi. Bu modda serial olsanglar ham bo'ladi. Bu mod vashchu. Ko'rishingiz mumkin. Xohlaganingizcha o'ldirishingiz mumkin. Hozir men sizlarga bitta o'qlab ko'rsatib beraman hozir. Vijvaynaga o'taman-da. Hozir qaysi arujani olamiz? Mana o'qini olamiz. Qo'lingizga qo'yasizlar. Hozir vijvaynaga o'tib sizlarga ko'rsatib beraman. Mana ko'rishingiz mumkin. Mana o'qlashlari vashi zo'r. Ko'rishingiz mumkin. Ko'rasizlar, o'qlashlarni hozir boshqa arujadan ko'rsatib beraman. Hamma hozir mashq qo'limdagi hamma arujaga o'qlarni olib bitta ko'rsataman. Unda hozir olay. Mana hamma arujalarni oldik. Endi vijvaynaga o'tamiz. Hamma arujalarni o'qlab ko'rsatib beraman. Birinchi mana boshlaymiz.
buni o'qini qo'yib olasizlar bu qo'linglarga. Ko'rishinglar mumkin. Chotki bu. Endi buni olamiz-da. Endi bunisini qo'yamiz. Ko'rishinglar mumkin. Endi buni qo'yib pistoletni qo'yamiz. Ko'rishinglar mumkin. Xuddi haqiqiyga o'xshaydi. Endi buni ko'rsataman. Uxlashini ko'rasizlar. AKM. Ko'rishinglar mumkin. Endi revolver. Keyin bu modda qanaqa yuklavsam ko'rishinglar mumkin. Xuddi haqiqiydek o'qiladi. Ko'rishinglar mumkin. Endi bosam endi qanaqa buni yuklab olishni ko'rsatamiz. Unda qana yuklab olishga yangi Telegram kanalim. Mana shu videodan keyin video qo'yganimga uchun men bu anaqani tashib qo'ygan bo'laman modni. Ko'rishinglar mumkin. Mana Klaus mod bossangiz ham chiqadi. Videoni Telegram silkasini videoning opsiyasiga qoldiraman. Kommentariyasiga sizlar mana shunga o'tib Telegram kanaliga o'tib o'sha mashina olishinglar mumkin modni. Bo'lsam video tugadi. Xayr.